10. Bob. Hazreti Ayso mundaq bir tamsilni aytib berdi. Bilib qo'yinglarki, qo'yning qotiniga eshikdan kirmay, temiga yomishib kirgan kishi o'g'ri va qaroqchidir. Eshikdan kiradigan kishi bo'lsa, shu qo'ylarning qo'ychisidir. Ko'zatchi ishni qo'ychiga ichib berdi. Qo'ylar qo'ychining ovozini taniydi. Umu o'z qo'ylarining ismlarini chaqirib, ularni sirtqa elib chiqadi. Qo'ychi qo'ylarining hammasini sirtqa chiqarib bo'lib, ularning oldida mangdi. Qo'ylarmu uning kaynidan agishib mengishidi. Chunki uning ovozini taniydi. Yot birining kaynidan mangmaydi. Aksicha uningdan qochidi. Chunki yotlarning ovozini tonimaydi. Atrofdagilar Hazreti Aysoning bu tamsilini so'zlash orqali o'zlariga nima demoqchi bo'lganligini tushunmadi. Shunga Hazreti Ayso tushundirib, mundaq dedi: Bilib qo'yinglarki, qo'ylar kiradigan eshik o'zimdirman. Mendan ilgari kelganlarning hammasi o'g'ri va qaroqchidir. Lekin qo'ylar ularga bo'y bermadi. Eshik o'zimdirman. Men orqali kirgini qutqiziladi. Ham kirib chiqib yurib, yop-yeshil o't cho'plarni tepib yeyalaydi. O'g'ri bo'lsa, o'g'rilash, o'ltirish va buzish uchunla keladi. Men bo'lsam, odamlar hayotga erishsin va u hayotlik mo'l bo'lsin deb keldim. Yaxshi qo'ychi o'zimdirman. Yaxshi qo'ychining qo'ylari uchun jeni fidodir. Madikor undaq qilmaydi. U qo'ylarning xo'jayini ham qo'ychisi bo'lmaganligi uchun bo'rining kelganligini ko'rsa, qo'ylarni tashlab qochidi. Shuning bilan bo'ri qo'ylarni tutib elib, tirib-rang qilib yetidi. Madikor nemishga qochidi? Chunki u qo'ylarning egisi emas. Shunlashqa ularga ko'ngil bo'lmaydi. Yaxshi qo'ychi o'zimdirman. Otam meni va men otamni biz bir-birimizni tanig'imizdek, men o'z qo'ylarimni taniyman. Ularmu meni taniydi. Qo'ylarim uchun jenim fido. Bu qotandan bo'lmagan boshqa qo'ylarimmi bor? Ularni chaqirishim kerak. Ularmu ovozimni anglaydi. Hamma qo'ylar bir poda bo'lishib, bir qo'ychiga agishidi. Otam meni so'yidi. Chunki men o'zimni qurbon qilgandan keyin tirilishim uchun jenimni fido qilishni xohlayman. Jenimni hech kim olamaydi. Men uni o'z ixtiyorim bilan fido qilaman. Men uni berishga va qaytarib olishga huquqliq. Otam menga shunday qilishni buyurgan. Bu so'zlar tufaylidan Yahudiylar orasida yana bo'linish chiqdi. Bir muncha kishilar uningga jin tegibdi, sarang bo'lib qopti. Nima uchun uning so'ziga quloq solgudakmiz deyishadi. Yana ba'zilar bo'lsa, jin tekkan odamning so'zlari bundoq bo'lmaydi. Jin tekkan odam qandoqmi qarg'ularning ko'zlarini ocha olsin deyishdi. Qish fasli bo'lib, Yerusalimda markaziy ibodatxonaning qayta ichilganligini xotirlaydigan bayram o'tkazilyotdi. Hazreti Ayso ibodatxonadagi Sulaymon podshohining peshayvini degan yerda aylanib yuradi. Xalqlar uning atrofiga olishib elib, bizni yana qachongacha gumonda qoldirsan? Agar qutqizg'uvchi Masih bo'lsang, bizga ochiqni ayt deyishdi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi: Men sizlarga aytgan, lekin menga e'tiqod qilmadinglar. Otamning nomi bilan qilgan ishlarim mening kim ekanligimga guvohlik berdi. Biroq sizlar e'tiqod qilmadinglar. Chunki mening qo'ylarimdan emassizlar. Mening qo'ylarim gapimni anglaydi. Men ularni taniyman. Ular menga agishidi. Ularga mangulik hayot ato qilaman. Ular asla halok bo'lmaydi.
ularni hech kim qo'limdan tatib olamaydi. Ularni menga taqdim qilgan otam hammadan ustundir. Ularni otamning qo'lidan tatib olishga hech kimning kuchi yetmaydi. Otam ikkimiz aslida birmiz. Buning bilan Yahudilar yana uni chalma-kesak qilish uchun yerdan tosh elishdi. Otam menga buyurgan nurg'un yaxshi ishlarni oldinglarda ko'rsatdim. Bu ishlarning qaysisi uchun meni chalma-kesak qilmoqchisizlar? Dedi Hazrati Ayso ularga. Seni yaxshi ishlaring uchun emas, kufrlik qilganliging uchun chalma-kesak qilamiz. Chunki sen odam turuqliq o'zingni xudo qilib ko'rsatding, deb javob qaytirishdi xaloyiq. Hazrati Ayso mundoq dedi. Muqaddas yozmalarda Xudoning burunqi zamondagi Yahudi yetakchilarga sizlar ilohlar degini yozilgan emasmi? Muqaddas yozmalarda aytilgani mangu o'zgarmaydi-da. Xudo o'zining so'zini yetkazganlarni ilohlar deb atagan-ku. Endi menga kesak, otam meni tanlab, fani dunyoga avatdi. Shundoq turuqliq, nima uchun Xudoning o'g'liman desam, meni kufrlik qilding deysizlar? Agar otam buyurgan ishlarni qilmasam, menga e'tiqod qilmanglar. Lekin qilsam, so'zlarimga ishonmagan holatdimi, qilganlarimni ko'rib, ularning haqligiga ishoninglar. Buning bilan otamning menda ekanligini, meningmi otamda ekanligimni haq deb bilib yetisizlar. Buning bilan ular yana uni tutmoqchi bo'ldi. Biroq Hazrati Ayso o'zini ulardan qochirib qutuldi. Ondan Iordan daryosining u qitg'a, ya'ni burun Yahyo payg'ambar odamlarni cho'mildirgan yerga ketib, u yerda turdi. Nurg'un kishilar uning yeniga keldi. Ular Yahyo payg'ambar hech mo'jiza ko'rsatmagan, lekin bu odam to'g'risida aytganlarining hammasi to'g'ri chiqdi, deyishdi. Shunda qilib, nurg'ulg'an kishilar bu yerda Hazrati Aysoga e'tiqod qildi.